Shukurova Mahmuda 2024-yil iyul oyidan beri mana shu Krasnodonskiy pitsa fabrikasida ishlab kelyapman. 2024-yil 20-sentyabrdan boshlab brigadir lavozimida, ungacha esa oddiy ishchi bo'lib kelganman. O'sha O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar orqali Sibirskiy resurs maslahat cheklangan jamiyat bergan reklamasi bo'yicha kelgan edim. Oddiy ishchi bo'lib kelib, mana hozirda O'zbekistondan kelgan ishchilar uchun men brigadir lavozimida faoliyat yuritib kelyapman. Krasnodonskiy pitsa fabrikasida biz bolalarimiz, hozir ishlayotgan xodimlarimiz o'sha tovuqni qilishdan boshlab oxirgi jarayongacha sexni ichida ishlab kelishyapti. Sharoitlar fabrikada juda ham yaxshi, ishlashga qulay. Har bir smenasiga 3000 so'mdan pul to'lab berishyapti. Ish sharoitlari juda ham yaxshi. Mana bizni smenamiz soat 11 da birinchi smena boshlanadi. Ertalab birinchi bo'lib ishni boshlaymiz. Soat 6 gacha ishlaymiz. Ertalab soat 6 dan kechki soat 6 ga qadar. Bolalarimiz hammasi sharoitlardan ma'qul. Ularga hammasiga jarayonlar yaxshi ketyapti. Hamma xursand. Bizni Sibirskiy resurs kompaniyamiz, o'sha bizni ishga yollagan kompaniya tomonidan bizga qulayliklar, juda ham yaxshi sharoitlar berilgan. Chunki yotoqxonamiz mavjud, xonalarimiz issiq, keyin 3 mahal issiq ovqatlarimiz bor. Ertalab zavtrak qilamiz, obed qilamiz, keyin ujinga ishdan borganimizdan keyin o'zimiz alohida povurimiz bor, bizni issiq ovqat bilan ta'minlab kelyapti. Sibirskiy resurs kompaniyamiz esa bizni har bir xodimni smenasiga qarab, har bir smenamizga 3000 so'mdan pul mablag'lari to'lab kelyapti. Bizni barcha xodimlarimiz kompaniyadan norozi emas, juda ham sharoitlar yaxshi bo'lgani uchun juda yaxshi kayfiyatda ishlab kelyapmiz. Biz ishga yollagan kompaniyamiz tomonidan har hafta juma kuni o'sha ishlagan smenasiga qarab 2500 rubldan avans berib borilyapti. O'ziga cho'chkalar qo'yib, uzoq kayfiyatda ishlaymiz. Biz barcha o'zbekistonliklarni mana shu kompaniyada ishlashni taklif qilaman.